Brand Center'dan aksiya kutgan mijozlarimiz uchun yaqinroq o'rnashib oling, yangilik dori. Xo'p, tepadan 59 minglik qatordan xohlagan bitta futbolkalarni olasizlar, 79 minglik qatordan xohlagan bitta shiminglarni olasizlar. U tomonda 79 minglik oyoq kiyimlar bor, xohlagan bitta oyoq kiyimlar olasizlar. Shunda sizlarda taxminan mana shunaqa look paydo bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Buni kiyib chiqib ham video qilaman. Buni narxi 217 ming so'm, lekin internetdan kelganlarga, shu videoga like bosib, bizga obuna bo'lib kelganlarga 180 ming so'm qilib beramiz. Ponni kiyinishinglar 180 ming so'mga tushadi. Yoki men premium qatoridan kiyinmoqchiman, seriozli joyga borishim kerak desanglar, mana shunaqa look tavsiya qilamiz. O'zida 699 ming chiqdi, lekin 20% skidkada 550 ming so'm qilib beramiz. Bitta narsani bilinglar-da, kelinglar, buni sifatiga o'zinglar bitta baho beringlar. Do'konimizga tashrif buyurayotgan bo'lsanglar, hamyonbop bo'lgan narxlarda ham tovarlar bor, premium kashesida qatorlarda ham tovarlarimiz bor. Byudjetinglarga qarab turib, borayotgan joylarga qarab turib olaverasizlar. Mana lekin prosta super. Nimaga bunaqa deyapman? Oyoq kiyim ham shunaqa yengil, borligi ham bilinmayapti. Mana buni ham materiali shunaqa zo'r ekan. Realniga kiyib olganim ham bilinmayapti-da. Bu ham xuddi shunaqa ekan, materiali prosta zo'r. Xitoyda sifati zo'r bo'lgan mahsulotni tashrif buyuringlar, 180 mingga xohlasanglar bunaqa look olinglar, xohlasanglar 550 ming so'mga bunaqa look olinglar. Albatta videoga like bosib, bizga obuna bo'lishingizdan chiqmasin.